Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi narkotik Husan Ismoilov bo'laman. Bugun sizlar bilan klinik psixologiya fanidan bemorlar psixologiyasi bo'yicha suhbatlashamiz. Mavzuimiz doirasida rejalarimiz quyidagilardan iborat: kasallikning ichki ko'rinishi, kasallik bilan munosabatlar bosqichi, odamlarga psixosomatik yondashuv, kasallikning psixologik tomoni. Sizlar bugungi mavzularda qo'llanadigan so'zlar, tayanch iboralarni tanishtiradigan bo'lsam, psixosomatika, somatopsixik, psixologik ta'sir etish, bemor, endokrin kasallik, onkologik kasallik, miya, patologiya, insult, neyropsixik sindrom, meningit, meningoensefalit, epilepsiya va tutqanoq so'zlaridan foydalanamiz. Hozirgi vaqtda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining e'tirofga ega sazovor bo'lgan so'zlarni keltirib o'taman. Kasallik va jismoniy nuqsonlar yo'qligi emas, balki to'liq jismoniy va ruhiy va ijtimoiy farovonlik holati degan so'zlari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti konstitutsiyasida bu so'zlar keltirilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'rifidan kelib chiqadigan bo'lsak, sog'liq 3 tarkibiy qismdan iborat: jismoniy, aqliy yoki o'sha aqliy va ijtimoiy. Demak, 3 komponent bir-birini to'ldirib tursa, insondagi ruhiy holat, jismoniy holat, aqliy holat bir-birining mutanosabligi doimo chamirchas bog'liq. Qaysi birining me'yordan oshib ketishi sog'lig'idagi muammolar, inson hayotidagi o'zgarishlarga olib keladi. Deylik, jismoniy zo'riqishlar insonning aqliy faoliyatining susayishiga, ruhiy toliqishga olib kelsa, aqliy faoliyatning ko'proq ishlatilishi insondagi jismoniy tonusning tushib ketishi, ruhiy faollikning pasayib ketishiga olib keladi. Yoki ijtimoiy hayotda shu ruhiy jihatdan ijtimoiy faollikning ham kuzatilishi insondagi o'sha jismoniy a'zolarda toliqishlar, aqliy jihatdan sekinlash yuzaga keladi. Kasalliklarning ichki ko'rinishi bo'yicha agar e'tirof etadigan bo'lsak, kasallikning ichki ko'rinishi bu bemorning ichki dunyosi. Bemor boshdan kechirgan va boshdan kechirish bo'lgan barcha narsalar, uning kasallik, uning sabablari haqida g'oyalar, hissiyotlar bo'ladi. Bu bo'yicha 1944-yil Luria o'z asarlarida ta'kidlab ketgan. Baholash bosqichi quyidagi tuzilishga ega hisoblanadi. Bunda hayotiy tarkibiy qism, ya'ni biologik daraja hisoblanadi. Ijtimoiy professional komponent, keyingisi axloqiy komponent, estetik komponent, samimiy holat bilan bog'liq komponentlar. Bularni agar komponentlarni sanab o'tadigan bo'lsak, biologik komponent birinchi o'rinda turadi, chunki insonni hayotiy siklini davom ettirishga, shuning yashashga bo'lgan harakatlarda eng muhim komponent vazifani o'taydi. Undan keyin ijtimoiy va professional komponent. Insonning jamiyatda normal yashashdagi holatini ta'minlovchi va o'zaro munosabatlarga kirishda o'sha komponentning asosiy rolini o'ynayotgan komponent hisoblanadi. Shu bilan birga jamiyat me'yorlarida axloqiy komponent ham bor. Bunda inson axloqiy jihatdan o'zining xulq-atvori, yurish-turishi, yashash tarzidagi ko'rinishlaridan ajralib turishi. Estetik komponent. Har bir inson yashash davomida o'zidagi nafosat, go'zallik bo'yicha yashash tarzini belgilaydi va o'sha yashash tarzidagi nafosat, go'zallikning aks etishi estetik komponent ham ko'rsatib turadi. Endi samimiy hayot bilan bog'liq komponent. Bu nima? Demak, har bir inson yashash tarzida o'zining samimiy jihatdan xolis fikrlash orqali sog'lom turmush tarziga amal qilgan holda yashash ham asosiy komponentlardan biriga tegishli hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bizlarda biologik komponent, axloqiy komponent, ijtimoiy va professional samimiy komponentlar Luria bo'yicha o'sha insonda holatini, yashash tarzi siklini normal ushlab turishga yordam beruvchi komponentlar sifatida kiritilgan. Kasallikning ichki rasmiy asosiy elementlariga keladigan bo'lsak, bunda bemor his qilish, alomatlarni sezish va his qilish, ya'ni o'z tanasining himoya harakatlari, kasallik bilan bog'liq hissiyotlar, qo'rquv, og'riq, tashvish, depressiya, euforiya, organik hislar kiradi. Ya'ni bular har bitta
o'sha bemor his qilishi mumkin bo'lgan o'sha alomatlar, sezish, his qilishi, tanadagi og'riqlar va shu bilan birga himoya vositalari, kasallik bilan bog'liq hissiyotlar, qo'rquv, fobiyalarni aytib o'tish mumkin. Tashvish, depressiya, u insonda o'ylovchanlik, sog'lig'idagi muammolardagi o'sha qayg'urish, organik hislar ham kiradi. Kasallikning kelib chiqishi va sabablarini, ya'ni kasallik tushunchasini tushunish kiradi. Ya'ni kasallik qaysi belgi yoki holatdan keyin rivojlandi, avj oldi yoki yuzaga keldi. O'sha tushunchalarni elementlari tarkibida kiritsa bo'ladi va uning kelgusi rivojlanishi, prognozi, ya'ni bashorati va tiklanishiga umid. Ya'ni o'sha asosiy elementlardan biri uning qay darajada kasallik rivojlanishi va qay darajada borishi va o'shaning bartaraf etilishiga bo'lgan umidlarni ham kiritsa bo'ladi. Va tananing tuzilish sxemasi va uning buzilishlari hisoblanadi. Kasallik bilan munosabatlari bosqichi deganda, bunda ushbu bosqichda bemor kasallikka munosabati, tajribalar, bayonotlar, harakatlar shaklida, shuningdek kasallik bilan bog'liq bo'lgan umumiy xatti-harakatlar shaklida namoyon bo'ladi. Bu asosiy bosqich, bu kasallikni tan olish yoki rad etish hisoblanadi. Kasallikka bo'lgan munosabat turlari bor. Bunda somatonoziya hisoblanadi. Bu uning og'riqli holatiga shaxsan javob berish bosqichlari shakllangan kasallik bo'lgan munosabat hisoblanadi. Normosotonoziya, ya'ni bemorlarning ahvolini va tiklanish istiqbolini yetarli darajada baholaydi. Bemorning ularning kasalligi baholash shifokorning baholashiga to'g'ri keladi. Davolash va tibbiy muolajaga munosabat ijobiy ham hisoblanadi. Kasallikka qarshi kurash faolligining variantlari ham ko'zda tutiladi. Bunda birinchi variantimiz kasallikni yetarli darajada baholash va kasallikka qarshi kurashda yuqori faollik hisoblanadi. Ikkinchisi passivlik, ya'ni sustlik va salbiy tajribalarni yengib o'tishga qodir emaslik bilan birlashtirilgan yetarli baho. Ya'ni ushbu kasallikka bo'ladigan harakatlarning sustligi va shularga kurashishga bo'lgan harakatlarning susayib yoki yo'qolib ketishi hisoblanadi. Kasalliklarda giposomatonoziya, ya'ni bu bemorning tomonidan umumiy kasallikning og'riqligi va zo'ravonligi va uning individual alomatlarini kam baholash. Ya'ni bizlar o'zimizdagi kasallikning jiddiy qabul qilmasligimiz, bu kasallikning og'irligi va shu bo'yicha uning kuchliligi tomonidan alomatlarini jiddiy qabul qilmasligimiz va o'zimiz past baho berishimiz hisoblanadi. Bunda variantlari ko'rinib chiqadigan bo'lsak, birinchi variantda faollikning pasayishi, ya'ni tonusning pasayishi, tekshiruv va davolanishga tashqi qiziqish yo'qligi, ya'ni kasallik jiddiy ekanligini tan olishdan qochish yoki bu narsaga e'tibor bermaslik, jiddiy muammolardan qochish desak ham bo'ladi yoki insonlarning ongli ravishda bu narsaga o'sha qiziqishiga, buning oldini olishga bo'lgan va rivojlanishini tarixini bilishga bo'lgan qiziqishning yo'qolishi hisoblanadi. Bu ya'ni qiziqish yo'qligi, kamayiga kelajak uchun asosiy ravishda qulay prognoz hisoblanadi, ya'ni bashorat qilish. Chuqurroq tahlil qilish sizning sog'lig'ingizni to'g'ri baholashni aniqlaydi, to'g'ri diagnoz qo'yish o'sha sog'lig'ingizni tezroq tiklanishiga olib keladi. Shifokorning tavsiyalariga rioya qilgan holda rejimga rioya qilish. Albatta, shifokorlarning bergan tavsiyalar asosida rejim asosida har bir davolanishga to'g'ri yondashish bu har bir bemorning tezroq sog'ayishiga olib keladi. Kasallikning surunkali davrida ular kasallikka o'rganib qolishadi, tartibsiz davolanadi. Haqiqatdan ham bizlar oddiy misol qilaylik, oddiy shamollashni bizlar yengil o'tkazadi yoki oddiy dori vositalar bilan birmuncha yengillashadigan holatga keladigan bo'lsak, iste'mol qilgandan keyin buni oxirigacha shifokorning tavsiyasiga amal qilmasdan yana o'z faoliyatimizga kirishib ketamiz, lekin bu ham surunkali kasallikning zo'rayishiga yoki o'sha yana qaytalanib o'sha sog'ligi yomonlashishiga olib keladi. Keyingisi shifokorga murojaat qilishni istamaslik. Yana shu shifokorga borishdan yoki shifokorning oldida qabulda bo'lishdan vaqtini qizg'anish yoki shuni andisha qilish, shu bo'yicha holatlar bu davolanishning
salbiy jihatlariga keltirib chiqadi. Bu davolash jarayonida salbiy munosabat keltiradi. Ya'ni kasallikni tan olmasligi ham, rad qilish ham shular kabiga kiritiladi. Keyingisi odamlarga sotsial-psixosomatik yondashish deyapti. Bunda zamonaviy tibbiyot o'zaro munosabatning barcha murakkabligi somatik va aqliy birligini tan olishdan kelib chiqadi. Ya'ni inson tanasi va aqlining birlashishi, uyg'unlashishi o'sha tan olish bilan belgilanadi. Sifat jihatdan turli hodisalar bo'lib, ularda yagona tirik odam faqat turli qirlarni aks ettiradi. Tana va psixikaning dualizmdan chiqib ketishi, shaxsning tizimli tashkilotning ma'qullashi, tizimli yondashuv qabul qilishi olib keladi. Ya'ni turli sohalar faoliyati, siyosat, biznes, sport, ta'lim sohasida, tibbiyotda shu jumladan doimiylik insonning yaxlitligini sodda tutishni buyuradi. Xalqaro darajada e'lon qilingan sog'liq tizimli yondashuv tana, aql tizimining inson va boshqalar, inson va oila, inson va jamiyat super sistemasiga kiritilgan insoniy ijtimoiy sharoitda o'rganishi nazarda tutiladi. Ya'ni har bir harakatimiz bizning aqliy jihatdan tana bilan birga hamjihatlikda faoliyat yuritish kerak. Tanadagi somatik psixik kasalliklar inson ruhiyatiga ta'sir qilsa, aksincha insondagi turli depressiyalar, zo'riqishlar, toliqishlar, aqliy faoliyatdagi faoliyat davomida tushkunlik yoki undagi yuklamalarning ortishi insondagi tana, ya'ni somatikaning buzilishiga olib keladi. Shuning uchun inson somatik psixika va psixik somatika bir-birini to'ldirib borib, birga chambarchas mutanosib holda faoliyatini olib borish kerak. Bunday vaqtda har bir somatik psixik kasallik yuzaga kelmasligi uchun yoki psixosomatik yuzaga kelmasligi uchun kasallikdan oldini olish uchun doimo me'yorni, mutanosiblikni uchrab turish kerak. Psixologik olimlarning somatik sferaga ta'sirini hisoblagan bo'lsak, bunda sferaga ta'sir bugungi kunda psixologik omillarning inson somatik sohasi ta'siri patogen, ya'ni haqida kam ma'lumot yo'q. Ushbu yondashuvga kelib chiqsak, kasallik subyekti haqiqat o'rtasida munosabatlar buzilishi deb talqin qilingan Gipparxit maktabi yotadi. Ya'ni psixosomatik atamasi 1818-yilda Geynrod tomonidan kiritilgan. Hissiy ortiqcha yuk ham ruhiy kasallikka ham tanadagi kasallikka olib kelishi mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ya'ni insonda ruhiy xastaligi insonning tanasiga ham o'tishi ehtimoli juda ham yuqori va o'sha o'tishi mumkin degan asoslarni keltirib o'tgan. Buning ishonchli misoli kuchli hayajon paytida me'da shirasining doimiy ajralishidan natijasida kelib chiqqan oshqozon yarasi. Ya'ni biz umuman xalq tilida aytamiz, oshqozon yarasi, yazvani aytamiz. Bunda o'sha insonlar kuchli hayajonlanishi yoki boshqa kasalliklar aytsak, qandli diabetdagi inson fobiya, ya'ni kuchli qo'rquvdan ham insonda qand miqdorining o'zgarib ketishiga, me'yordan oshib ketishiga olib keladi va insonda o'sha qandli diabet kasalligining kelib chiqishiga olib keladi. Shuning uchun insondagi kuchli hayajon, kuchli qo'rquv yoki shunga o'xshash kasalliklar og'ir xastaliklar olib kelishi hech gap emas. Karl Jungning tadqiqot natijalariga ko'ra, Eyzenk hissiyotning tashqi ko'rinishi juda past va stressli vaziyat qattiq munosabatga bo'lgan ruhiy tushkunlik, umidsizlik, yordamsizlik hissa tug'diradigan odam saraton kasalligi ham moyil bo'ladi. Haqiqatdan ham insondagi chuqur tushkunlikdan oqibatda insonda saraton kasalligi ham kelib chiqadi. Stressli vaziyatda yuksak yurak tomirlari kasalligiga moyil bo'lgan odam dushmanlik, tajovuzkorlik namoyon qiladi, his-tuyg'ularni ochiq ifoda etib beradi. Stressli holatlar ham insonda kasallikni yuzaga keltiradi. Endi psixosomatik patologiya deyapti, ya'ni o'zgarish, og'ishib, ya'ni bu rezonansning bir turi aqliy jarayonlar. Haqiqiy psixosomatologiyaga quyidagi kiradi: bronxial astma, gipertoniya, yurak tomirlari, 12-ichak yarasi, yarali kalit, neyrodermit, o'ziga xos bo'lgan surunkali pleritlar kiradi. Bularning kasalliklari o'sha psixosomatik patologiyaga misol bo'la oladi. Tibbiyot quyidagi nazaran hal qiladi deyapti. Mana bandlarni ko'rishingiz mumkin. Patologik jarayonni qo'zg'atuvchi mexanizm uning rivojlanishining dastlabki bosqichi to'g'risida savol tug'iladi. Nima uchun aqliy travma kasalliklar insondagi boshqa yurak tomirlariga ta'sir qiladi yoki psixik omillar inson umumiy ruhiy somatikasiga ta'sir qilishi va somatikaning
buzilishga olib kelishi, ya'ni tanadagi organlarning faoliyatining buzilishiga olib kelishi haqida savollarni o'rganib chiqadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bemor psixologiyasi bo'yicha mavzumiz shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga YouTube kanalimizda izoh qoldirsangiz, biz javob beramiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.